Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman azizlarim. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib, katta-yu kichikka teng yoqadigan shirinliklardan biri pryanik shirinligini tayyorlaymiz. Bu pryanik shirinligimiz ayniqsa bolajonlar uchun juda ham ma'qul. Bu shirinlikni katta-yu kichik sevib iste'mol qiladi. Azizlarim, bu pryanik uyimizda bor narsalardan tayyorlasak ham bo'ladi. Demak, shakar, un, ko'rib turganlaringizdek sut, o'simlik yog'i, vanilin, shakar upasi, tuxum, mana shu mahsulotlar ketadi. Demak, bismillahir-rahmonir-rahim deb 1 kilogramm unimizga 30 gramm razrexetilni solib, venchik yordamida aralashtirib, alohida bir idishga aralashtiramizda chekkaga tortib qo'yamiz. Demak, keyingi ishimiz, yana bir idishga 400 gramm shakar, ko'rib turganlaringizdek 500 millilitr issiqqina, uncha qaynoq bo'lmagan sutni solib, uni ham yaxshilab venchikda aralashtiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi azizlarim, unimiz elangan, oliy navli unimiz albatta, unimiz elangan 200 gramm unimizni solib, uni ham yaxshilab venchikda aralashtiramiz azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi bu massamizga tuxum solamiz. 2 ta tuxumni solib, chaqib soldik 2 ta tuxumimizni. 2 ta tuxumning sarig'ini ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda tayyorlanadi. Ana endi mana bu yerga demak, azizlarim, vanilin 2 choy qoshiqda vanilin, 1 choy qoshiqda demak tuz ozroqgina solsak ham bo'ladi azizlarim. Yaxshilab aralashtiramizda. O'simlik yog'ini ham soldik. Azizlarim, albatta opisaniyada qoldiraman, retseptni yozib qoldiraman. Qancha nima ketdi. Ana endi 1 kilogrammlik massali 1 kilogrammlik idishimizga alohida olib qo'ygan edik-ku, shunga solib, demak, asta-sekinlik bilan birinchi navbatda venchi yordamida, keyin asta-sekinlik bilan lopata yordamida xamir qorib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi bu xamirimizni qo'limizda tayyorlayapmiz azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Xamirimiz yumshoqqina tayyorlanadi. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda qoriladi. Ana endi azizlarim, mana xamirimiz tayyor, yumshoqqina xamir bo'ldi. Ana endi bu xamirimizni ko'rib turganlaringizdek azizlarim, 2 qismga, ya'ni 2 zivolaga bo'lib olaman. Demak, paketga solib qo'yaman bittasini. Mana bittasini endi yoyishni boshladim. Demak, asta-sekinlik bilan yoyishni boshladim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda yoyiladi. Men stakandan foydalandim. Albatta stolning ustiga un sepishni aytmabman azizlarim. Stol ustiga un seping ozroqgina. Stakanni ham unga botirib aylana shaklga keltirasiz. Demak, har bir stakanimizni azizlarim unga botirsanglar, albatta mana shu aylanamiz osonroq olinadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ldi. Ana endi qizib turgan duxovkamiz 180 gradusda qizib turibdi. Azizlarim, o'zimiz ham yaxshi bilamiz, qizigan duxovkada pishiramiz. 25-30 daqiqada pishib chiqadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, qip-qizaribgina ajoyib bo'lib pishgan. Demak, orqalari ham kuyib ketmagan, qip-qizil, o'zlaringiz qanday xohlagan bo'lsanglar, shunday pishib chiqdi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi demak, birinchi navbatda pryaniklarimizni pishirib oldik. Ana endi pryanikimizning ustiga glazur tayyorlaymiz. Buning uchun 200 gramm shakar pudrasi hamda 2 ta olib qo'ygan tuxumimizning oqini yaxshilab venchikda mana shunday holatda ko'pirtirib olamiz. Demak, shakar upasi bilan tuxumning oqini mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda ko'pirtirib olinadi. Mana demak tayyor bo'ldi. Ana endi men mana pryaniklarni asta-sekinlik bilan reshotkaga
duxovkamizning reshetkasiga terib qo'ymoqchiman. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday bitta alohida mana shunday holatda qilsanglar ham bo'ladi. Perchatka yordamida asta-sekinlik bilan qolganlarni ham glazur qilib olsanglar ham bo'ladi. Men bu pryaniklarimizni yarmini mana shunday holatda qildim, tayyorladim. Qolganlarini esa aralashtirib tayyorladim. Hammasini aralashtirib, qoshiq yordamida aralashtirdim azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday demak tayyorlanadi. Mana demak, mana shunday holatda tayyorlanadi azizlarim. Yaxshi qurishi kerak pryanigimiz. Mana ko'rib turganlaringizdek yumshoqqina, ichilari ham yaxshi pishgan. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. G'oyibona ko'rishguncha deb qolaman.